Grija qayerdan paydo bo'ladi? Grija paydo bo'lish sabablari o'zi kimdir og'ir ko'taradi. O'sha og'ir ko'targanda ham noto'g'ri ko'tarib qo'yishadi. Noto'g'ri. Agar odamlar to'g'ri ko'tarsa bo'lmaydi bu narsa. Og'ir ko'tarishdan bo'ladi. Sababi ko'proq keyin o'tirib ishlaydigan insonlarda ham bo'ladi bu narsa. Grija bu narsa ko'proq men tavsiya qilardim. Suzishni tavsiya qilaman. Nimaga? Grija deganda grija mana umurtqa bo'lsa, shu umurtqa pog'onani orasida podushkada o'tiribdi. Bu podushka oddiy og'ir ko'targanimizda bu podushka bu yoqqa ozgina chiqa boshlaydi. Chiqqandan keyin mana bitta yonida nerv payli bor. O'shanga tegandan keyin sizni oyog'ingizga qaysi liniyada o'sha turgan bo'lsa, og'riq bera boshlaydi. Endi buni davolash uslublari bizda ham o'sha malhamlar bor. O'sha podushkani baqvatlashtiradigan malhamlar bor. Iste'mol qilasiz buni. Yana eng yaxshi sizlarga yo'li buni suzish. Sizni umurtqangizni orasini ochib beradi bir. Ham yana ortiqcha vazndan ham qutulasiz va yanada sizni o'zi mushaklaringiz baqvatlashib boradi. To'g'ri ovqatlanish, to'g'ri suv ichish, to'g'ri badanni tarbiyalash.